Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana siz bilan ekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Bugun ham pozitiv daqiqalar ko'rsatuvining navbatdagi sonidamiz. Havo sovuq bo'lishiga qaramasdan yaxshi kayfiyatda ulashamiz. Ketdik, muzlab qoldik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi, zo'r. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingizni? Bugungi havo ham ko'tardi. Qaysi faslni yoqtirasiz o'zi? Qish faslini yoqtiraman. Ayolingizmi? Yo'q, meni telefonim bor ekan. Ayolingizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytasiz? Har kuni aytaman. Hozir telefon qilishlashmi? Bor. Alo. Bolalarim onasi yaxshi ko'raman sizni. Yaxshi ko'raman sizni. Rahmat, sog' bo'lsin, men ham yaxshi ko'raman. Tinchlikdanmi? Ha, har kungidek. Esingizga kelib ketdingiz. Hozir savdo qilyapsiz. Kimlarga qilyapsiz savdo? Nevaralaringizga. Ha, nevaralarimga narsalar olay deb to'da qilib yuribman. Mehribon bo'jon ekan. Ha, yo'q, nevaralarim yaxshi. Siz nechida? 52 da. 72 deyman, 72 da. Ishonibman. 70 ga kelib 52 yoshga o'xshirkansiz. aylanib ketyapsiz. 52 yoshga o'xshirganlar. Yuribman. Nechta nevara? 12 ta nevaram bor. Chevara ham bor. Chevaralarim ham bor, Xudoga shukr, yaxshi. 3 ta qizim bor, 2 ta kelinim bor. Yaxshi, hammalar xudandalarim bor. Xudoga shukr, Eng yaxshi. mehribon farzandingiz kim? Mehribon farzandim, Sho'kajonim, Shurajonim. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingizni? Hozir raqsga tushayotdingiz menimcha. Ashula ishlatdingiz? Necha yildan beri mana shu savdo qilasiz? 5 yildan beri. Mana shu savdoda jahlingiz chiqaradigan holatlar bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qanday holatlar? Kimga yaxshi muomala qilsangiz, omadan narsa, Siz qanday bosib turasiz mana shu holatda? indamay salovdasib turaman. Birinchi muhabbatingiz Bor-da. bor edi. Ha. Hozirchi Hozir yo'q. nima uchun? Nima bo'ldi? Nega deb ketdi? Nima ekan? nima degan bo'lardingiz ular ko'rib turgan bo'lsa? Yaxshi ko'rardim. Hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? Eng baxtli. Oyam xursand qilganim. Tug'ilgan kunlardan narsa olib berganim. Nima ko'tardi bugun kayfiyatingizni? Yaxshi, savdolar yaxshi bo'ladi. Nega hech kim kayfiyatingizni ko'tarmadi? Yo'q, hech kim ko'targan yo'q. Sizga savol beraman unda. Pulni yaxshi ko'rasizmi? Hamma yaxshi ko'rsa kerak. Hamma yaxshi ko'radi. Xo'p, o'ylab ko'ringchi, pulni birinchi chiqargan odam kimga sotgan uni? To'g'risi, pullarning narsalar. Maktabda o'qiysizmi? Maktabda o'qiyman. Necha bahoga o'qiysiz maktabda? To'g'ri 5. Qaysi fanni yoqtirasiz? Fizika, matematika 5 + 5 ko'paytirib 2 necha bo'ladi? 20. Yo'q. 15. Ha, to'g'ri. Birinchi, Ko'paytirish bajariladi. menga sovg'a qilmaysizmi bu igrushkalarni? Pulni bersiz olaverasiz. Pulni topishmoq aytaman. Topolmaysiz berasiz. Topolsangiz bermay qo'yaverasiz. Bo'ldi, aytingchi. Bir ajoyib ishxona, ichi doim qishxona. Osonlikcha yutqizmang endi shunday olib ketib qolmay. O'ylab ko'ring. Topolmadim. Berasizmi endi? Yo'q, o'zingiz sovg'a qiling mayli. Sizni birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bo'lgan. Ismlari nima edi? Hozir ham bor. Hozir ham gaplashib turasizlar. Mushtari. Hozir ko'rsalar menga sovg'a qilganingizni ko'rib xafa bo'lmasmikinlar? Bo'lmasalar kerak. Oxirgi marta onangizlarga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Har kuni aytaman. Hozir ham qo'ng'iroq qilib aytishni ilojingiz bormi? Mayli, kameralarimizga qarab aytib qo'yishingiz mumkin. Onam sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling. Uzoq umrlar ko'ring. Hozircha shu. Kayfiyatlaringiz qanaqa bugun? Yaxshi, rahmat, yaxshi. Sizni bloger deyishdi hozir. Qanaqa kontentlar olasiz? Mana endi sizga o'sha savol javob qilaman ko'proq. Hozir bo'lmasa siz menga savol berib ko'ringchi. Sizga savol ko'proq bolalar xiyonat qiladimi yoki qizlarmi? Bilmadim. Men bilmaysiz. Chunki men o'zim xiyonat qilmagan, men gaplashmaganman ham. Kelajakda o'g'il farzand ko'rsangiz qaysi ismni qo'ygan bo'larsiz? Men hali bunaqa savollarga yoshlik qilaman. Xo'p, siz meni savollarimga javob bering bo'lmasam. Bo'ldi, qanaqa savolingiz? Jo'jani bolasi nima deyiladi? Jo'jani bolasi. Onangizlarga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz oxirgi marta? Har kuni aytaman. Hozir ham aytishni ilojingiz bormi? Bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ha, yaxshimisiz? Kimsiz? Ha, rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman, ya. Oy, men ham sizni yaxshi ko'raman. Ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tdi? Ichingizdan omma o'targan Ahil bo'lib yashar doim 70 mard, tani yonib elga qiladi xizmat. telefonmi? Yo'q. Javobi gugurt dedi. Assalomu alaykum. Qochma, to'xtang. Qalaysiz, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz qanaqa bugun? Alo, Nima ko'tardi bugun kayfiyatingizni? bilmadim, hech kim ko'targani yo'q. Hech kim ko'tarmadi. Kutyapsizmi o'zi kimdandir? Yo'q. O'zingiz kayfiyatingizni ko'tarib turasizmi? Ha, ko'tarib turaman. Nimalar qilasiz kayfiyatingiz tushib ketganda, yo'qligida, aynan mana shunaqa sovuq havoda? Telefon ko'rib o'tiraman, bo'ldi shu. Telefon ko'rib o'tirasiz xolos. Ishga boraman, keyin repetitorga boraman. Qaysi fanni o'qiysiz? IT bo'yicha o'qiyapmiz. Pulni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Birinchi pulni ishlab chiqargan odam uni kimga sotgan? Sotmagan bo'lsa kerak, o'zi topmagan. O'ziga asrab qo'ygan, olib qo'ygan. O'zi qanaqasi topishmoqlarga? Maktabda necha bahoga o'qigansiz? Qaysi fanni yaxshi ko'rgansiz? 4-5 ga qo'yganman. Qaysi fandan to'ra olardingiz ko'proq? Shu kerak fanlar bilan deb Keraksiz fanlar ham bormi? Qaysi fan keraksiz? Chizmachilik, musiqa nima keragi bor? Ha, to'ppa-to'g'ri shuni chiqarib yuborsa bo'laradi. Ayting, shu fanlarni chiqarib yuboringlar deng. Yo'q. Ahil bo'lib yashar doim 70 mard, tani yonib elga qiladi xizmat.
Bilmadim. Topa olmaydingizmi? Mayli, gugurt edi javobi. Gugur. Pastga tusha olasizmi? Kayfiyatlaringiz qanaqa? Zo'r, a'lo. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingizni? O'zi hayot qiziqish bor bizda, yashash, maqsad ko'p. Eng katta maqsad, Maqsadlar ko'p, uni sanab bera olmayman to'g'ri. eng oliy maqsad. Qilayotgan sohamizda eng piri bo'lib, eng zo'ri bo'lish. Necha yildan beri shu savdodasiz? 4 yil o'lyapti shekilli. Tezkor savol javob qilamiz. Sevilishmi, sevishmi? Sevish, Sog'inishmi, sog'intirishmi? sog'intirish, Kulishmi, kuldirishmi? kuldirish. Hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? Har tug'ilgan kunimda men eng baxtli kunim bo'ladi. Birinchi muhabbatingiz necha yoshingizda uchratgansiz? Birinchi muhabbatim ko'p, baba, oshiqlarim. Yo'q, sizni muhabbatingiz. Meni muhabbatimmi? Birinchi sinfda bo'lgan. Ismlari nima edi? Ya endi o'zi eshitib qolmasin hozir. Bosh harfi. M. Ichingizdagi dil izhorlar nima degan bo'laringiz agar ko'rib turgan bo'lsa? U bolali, u opa, erga tegib ketgan u. Uylanmagansiz? Yo'q, endi xudo xolasa. Siz uylanadigan inson qanday bo'lishi kerak? Esli bo'lsa bo'ldi. Tag'in o'zini tarbiyalay olaman. Ota-onangizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Shunda aytaman. Qachon xursand qildingiz ularni? Kayfiyatini ko'tardingiz? Ota-onamga men biror narsa podarka qilib, u bo'g'ili kayfiyatlarni ko'tarmayman. Ertalab turib, onajon, men sizni yaxshi ko'raman, dadajon, men sizni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, ashim bilan men bir og'iz gapim bilan xursand bo'lishadi. Kun aytdingizmi? Shunda aytaman. Hozir telefon qilish iloji bormi? Otangizga, akanizga? Ya hozir men xijolat qilyapman, yo. O'zim aytib yo'qligida, yo'qligida. Unda mayli, kamera orqali aytib qo'yishingiz mumkin. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Kayfiyatingiz qanaqa? Kayfiyatim a'lo darajada. Nima ko'tarib turibdi kayfiyatingizni? Kayfiyatim pullarim ko'tarib turibdi deyman. Oylik oldingizmi demak? Oylik oldik Ramazonga ehsonlar berdik. Ramazon ayyomlaringiz bilan. Rahmat o'zlaringga ham. Hozir savdoni ro'zg'orga qilyapsiz. Bolachamga, O'g'lingizga. pampers, o'sha bolalarga-da hamma narsa. Necha kirgansiz? 37 ga. Nechta farzandingiz bor? Bir dona o'g'lim, kichkinacha. Nima deb o'ylaysiz? Ro'zg'orni g'or deyishadi. Qancha to'ldirgan sari to'lmaydi. Sizni fikringiz qanaqa? Ro'zg'or g'ormi? Ehtiyojingiz chiqaveradi, lekin endi nafsingizni tiysangiz g'or ham tiyiladi. Hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? Har kuni baxtli kunimiz, Xudoga shukr. Ertalab uyqudan uyg'onib biz hamma uchun baxtli kun deb o'ylayman. Xo'jayinizlar hayotda Ha, Xudoga shukr. yaxshi ko'rishingizni qachon aytasiz ularga? Hech qachon. Aytmagansiz. Nimaga? Hozir telefon qilib aytamiz. Voyyo. Nima uchun? Telefonni ishlamaydi. Bahonami? Xo'jayinizdan oxirgi marta gul oldingizmi yoki pul? Gul ham olmaganman, pul olganman, olaman. Oxirgi marta pul oldingizmi? Ko'proq pul olasiz. Gul endi sovib qoladi. Ayollar o'zi ko'proq pul olishadi yorlaridan. Gul endi hech qachon olmaganman. Nima qilsangiz kayfiyatingiz ko'tariladi? Aytyapman, Xudoga shukr, har kuni kayfiyatimiz yaxshi. Kayfiyatim hech tushmagan. Gul bermadim, xafa ham bo'lmayman hech qachon. Qaysi faslda yoqtirasiz? Yoz faslini yaxshi. Nima uchun? Issiqqina bo'lib terlab, suvda ichib yuraveramiz, yechini. Mazza qilib. Mazza qilib, va albatta hozir qiyin, yana qor keldi. Anaqa nima? Bu tarafdan. Assalomu alaykum. Qochmanglar. Yuring. Birga gaplashamiz siz bilan. Sizni suhbatingizni olaylik deb keldik biz. Sizlar turmush qurganmisizlar? Kim bilan? Ular bilan? Mana shu bilan. Ayolingizlar. Keling, Baqaki. Chaqiring, siz o'zingiz chaqirsangiz keladilar. Savdo qilyapti hozir. turmush qurganlaringga necha yil bo'ldi? 18 yil. Keling. Demak, turmush qurganlaringga 18 yil bo'ldi. Nechta farzandlaring bor? 4 ta. Qiz, o'g'il. To'lovi ham o'g'il. Ayolingizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Shunday aytib turamiz endi vaqtga qarab endi. Ular qachon aytdilar? Ya endi aytib turadi goda-goda bu ham. Ayolingizga oxirgi marta pul berdingizmi yoki gul? Pul berganmiz guldan. Ha, yo'q, shetda savdodan olaveradi o'zi u. Shetda puldan olaveradi. Ha, olaveradi. Ana qo'liga berishadi, o'zi olaveradi. Hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? Umraga borib kelganim bo'lsa kerak. Ro'zg'or g'or deb atashadi. Siz bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Ha, shunday. Bo'lmaydi bu, xullas to'lmaydi xullas. Sizga topishmoq aytamiz. Topa olmasangiz bizga nima sovg'a qilasiz? Topib qo'ysam-chi. Ha, balki topa olmassiz. Mayli, birinchi savol. Yo'q, nima berasiz shuni ayting. Bizda endi shu paypal va xolos endi bizda hozir endi shu boshqa narsa yo'q endi. Ana, zakokalar kimniki? U Kimniki? Ayolingizniki? shuni. Unda ayolingiz olib yuborganmiz. Savol. Sizga beramiz. Agar topa olmasangiz ular beraveradi lekin. Ular beraveradi. Ahil bo'lib yashar doim 70 mard, tani yonib elga qiladi xizmat. Bilmadim. Sizga kerak edi. Voy, rahmat. O'g'illar mehribonmi otasiga yoki qizlar? Qizlar mehribon bo'ladi. Qizlar mehribon bo'ladi. Qizlar mehribon bo'ladi. Kunda sizga yaxshi ko'rishlarini aytadimi? Kunda aytishadi. Kunda aytishadi. Ha, telefon qilishadi. Kelyapti, nima olib boray deyman. Aytganlarni olib boraman, aytgan narsalarni rahmat deb quchoqlashib, kunda aytishadi. Ha, endi o'shalar uchun yashayapti, ishlayapti o'shalar uchun. Ayolingizga qachon sovg'a berdingiz? Endi beramiz. Bayram kelyapti-ku mana. Faqat bayramlarda berasiz. Ya bayram bo'lishadi, bas. Oxirgi marta nima sovg'a qildingiz? Oxirgi martami bilmayman. Endi nima sovg'a qildi? Atir sovg'a. Mana bu yerda shetda bor-ku bozorda. Bitta so'mkaga lajni, atir to'ldirib, ayolim o'zi, qizlarimga ham. Nechta? 3 tami?
ayol kishi, ayolning ikkita qizi. Bo'ldi, ashalarga olamiz. O'zi maktabda necha baho o'qigansiz? Ko'p. Yoqtirgan faningiz qaysi edi? Yoqtirmagan fanim yo'q. Aktiv bo'lganman-da, aktiv hammasidan. Qizlardan ham yaxshi o'qigansiz. Yo'q, ja unchalik emas, qizlar yaxshiroq edi bizda. Ahil bo'lib yashar doim 70 mard, tani yonib elga qiladi xizmat. Agar topa olmasangiz, birinchi yodlagan she'ringizni aytib berasiz. She'rim ham yo'q. Bo'lmasa qo'shiq aytib berasiz. Yo'q. Nimaga? Qaytarib oling, topshirma. Hammaga bo'pti. She'ringiz bilan. Ahil bo'lib yashar doim 70 mard, tani yonib elga qiladi xizmat. Soliq. Yo'q. Ammo ashula aytib berar ekansizlar. Topolmasizlar. Sizlar aytib berasizlar, topa olmasangiz. Variantlar bormi? Yo'q, variantsiz. Bosh harfi nima? G. Go'zallik. Topa olmadinglarmi? Gugurt edi. Kimga qo'shig'ini kuylaymiz? Kimnikini kuylaysan? Chiloning joyiga. Ma'lumaga kuylayman. Ismingiz nima? Va alaykum assalom. Necha yoshsiz? 12 yosh. Maktabda necha bahoga o'qiysiz? 5 to'r. 5 to'r. 5mi to'rmi? 5. Borasizmi o'zi? Ha. Yoqtirgan faningiz qaysi? Men informatika. Sizga necha baho qo'yib beradi? 5 qo'yadilar har doim. Siz maktabda urgan qizning ismi nima edi? Urgan qizni ismi Masamoy. Mazam, urganmisiz? Endi asabimga o'ynab qo'yadi. Asabingizga o'ynab qo'ygan. Nima qilib asabingizga o'ynagan? Nima? Naso bersam bermayapti, mana ayting. Sal tepib qo'yaman. Ja, qattiq strachniy. Qattiq emas, strachniy emas. Sinfingizda eng chiroyli qizning ismi nima? Muhtaraman. Muhtaramoy. Yoqtirasizmi o'zingiz? Ya, yoqtiribman. Yolg'on gapirib turasizmi? Nima sizgami? Umuman hayotda yolg'on gapirib turasizmi? Ha, orada. Qanaqa vaziyatlarda yolg'on gapirasiz? Qiyin vaziyatlar. Qanaqa qiyin vaziyat? Sizda ham qiyin vaziyat bo'ladimi? Ya, endi Siz menga birinchi yodlagan she'ringizni aytib bering. bilmayman men birinchi yodlagan she'r. 5 ga o'qigan ekansiz. Qanday bilmaysiz? Men esimdan chiqib ketgan she'r yodladim. Bo'lmasam hozir sizga topishmoq aytaman. Topa olmasangiz, qo'shiq aytib berasiz. Oz qo'ysangiz sol deydi, ko'p qo'ysangiz ol deydi. Bilmayman men buni. Topa olmadingiz? Yo'q. Xo'p, muzikani boshlang bo'lmasam eshitamiz. Emasda ayting. Men Iloji yo'q endi aytib berasiz. men aytalimmi? Kelishdikku o'g'il bola-chaga gap bo'lsin endi ayting. Kimning qo'shig'ini aytmoqchisiz? Ali, yangi chiqdi-yu. Boshlang. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu bo'lsa zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymatmi? Bo'ldi, mana aytarim. Malades, qoyil, ajoyib. Ovozingizga gap yo'q. Onajoningizga qachon oxirgi marta yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Ular dadangizmi? Dadangizmi? Dadam Rossiyadalar. Dadangiz Rossiyadalar. Mana kameramizga qarab dadajoningizga yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ying. Dadam sizni yaxshi ko'raman. Davom eting yana. Ichingizdagi bor tilaklaringizni. Hoppa ayting. Uzr, keling. Mayli bo'ldi, yig'lamang. Keling, men sizni kayfiyatingizni ko'taraman. Jo'jani bolasi nima deyiladi? Jo'jani bolasi bo'lmaydi. Ana, rostdan ham 5 ga o'qirgansiz. Yig'lamang bo'ldi. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Yig'lab bordilar, qaranglar, yosh bola qanchalik. Men ham dadam sog'inib ketdim. Ayiqcha ham menga podarka qilishgan. Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi. Ko'tarib turibsiz kayfiyatingizni. Baho kayfiyat yaxshi. Qaysi fasada yoqtirasiz? Bahoda Hozir yoqtirasiz. nima uchun? Hamma gullar ochiladi, ko'kimto hamma yo'q bo'ladi. Hayotingizdagi eng baxtli kun qaysi kun bo'lgan? Ota-onamni hojiga jo'natgan kunim. Ota-onangizga yaxshi ko'rishingizni qachon aytdingiz? Hozir ham aytaman, ona sizni men jonimdan sizni yaxshi ko'raman, ada sizni ham yaxshi ko'raman. Hammalaringni. Bu yerda qanchadan beri ishlaysiz? 2 yildan o'tib qoldi. Mana kuzatasiz, qanaqa insonlar ko'p keladi bu yerga. Bunda har xil tabiatli insonlar bilan muloqotda bo'lamiz, yaxshi. Pulni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, endi pul vaqtinchalik deb tushunaman men. Ko'pchilik pulni yaxshi ko'radi. Nimaga endi siz bunaqa fikrdasiz? Yo'q, endi undan ham aziz bo'lgan narsalar ham bor-da. Birinchi o'rinda endi ota-onam men uchun qadrli. Oila hisoblayman. Oxirgi marta onangizga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Oxirgi marta juma kuni aytganman. Juma kuni. Undan keyin aytmadingiz. Hozir qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishingizni aytishning ilojisi bormi? Bor. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Bezda qilmadimmi? Yo'q. Ha, sovuqlarda qiynalmayapsizmi? Onu ba'zida yaxshi ko'raman. Mayli. Mana yaxshi ko'raman sizni. Ichingizdan mana qanaqa hissiyotlar o'tdi? Ichimdan endi gapirishga to'g'risi noqulay. Xo'p, yaxshi. Maktabda necha bahoga o'qigansiz? Maktabda endi o'g'il bolani bahosi 4, 3, 5 ga. 2 ham olganmisiz? 2 yo'q, eslolmayman, lekin 3 olganman.
Shunday qilib bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Ruhshona va Ziyoda bo'ldi. Kelasi hafta aynan mana shu vaqtda ko'rishguncha xayr, Salomat bo'ling.